فېسبۇك e'lon qilgan bayonotida Xitoy tor jasuslarining saxta Facebook hisoboti va tor bekatlarini ichish orqali Uyg'urlarning kompyuteri va aqliy iqtidorli telefonlarga singib kirishga uringanligini oshkorlagan. Şirket bu yuqori saviyadagi maxfiy mashg'ulotning Uyg'ur faoliyatchilari, jurnalistlar Turkiya, Qozog'iston, Amerika, Suriya, Avstraliya, Kanada va boshqa davlatlardagi bir qism shaxslarni nishon qilganligi bildirildi. Bayonotga qaraganda kompyuter jasuslari, jurnalist va faoliyatchida ko'ringan kishilarga vakolatan saxta hisobot, saxta tor bekat va telefon app ichish orqali Uyg'ur jamiyatiga singib kirishga uringan. Ba'zi ahvollarda kompyuter jasuslari Uyg'urlar yoqtiradigan xabar tor bekatlarini aslidagiga o'xshash qilib yasagan. Nishonliq kishilar bu tor bekatlarning ulanmasini cheksa, ularning to'ridagi yoki aqliy iqtidorli telefonlari jasuslik yumshoq detallar tarafidan nazorat qilingan. Bir tor bexatarlik shirkatining xabariga qaraganda, bu yumshoq detal kishilarning o'rni, knopka taxtasi va telefon daftari qatorliq uchurlarni to'play oladi ekan. Facebook'ning xabariga qaraganda 2019 va 2020 yillari jami 500 ga yaqin kishi bu tor hujumiga uchragan. Amerika Avam Palatasining raisi Nancy Pelosi xonim Amerika boshchiligida g'arb davlatlarining Uyg'urlarni dafsanda qilgan Xitoy amaldorlarini jazolaganligini muayyanlashtirgan. U Bayden hukumatining Xitoyga qarata yurgizgan jazosining Xitoyning Uyg'ur xalqiga qaratgan yovvoyilarcha vahshiyligini javobgarlikka tortishdagi kuchli ham unumli bir qadam ekanligini bildirgan. Nancy Pelosi xonimning 23 mart e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida ta'kidlashicha, bu jazo Amerika va xalqaro jamiyatning birlashib Xitoyning qo'rilishiga qarshi Uyg'ur xalqining huquqi va izzat hurmatini qo'g'daydiganligining mutlaq aniq ifodasi ekan. Amerika, Yevropa Ittifoqi, Kanada va Angliya 22 mart kuni birli vaqtda Xitoyning Uyg'urlarni dafsanda qilgan 4 nafar amaldori bilan bir davlat apparatini jazolagan. Nancy Pelosi xonim bayonotida yana Xitoyning Uyg'ur xalqiga qilgan ziyonkashligi dunyoning vijdoniga qilgan xiris ekanligi va bu xirisning dunyoning tadbir ilishini talab qiladiganligini bildirgan. Onun aytishicha, Amerika Davlat Majlisi Uyg'ur majburiy emgigini cheklash qonun loyihasi, Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonun loyihasi, Uyg'ur majburiy emgigini oshkorlash qonun loyihasini kun tartibga qo'yish orqali qonun chiqarish jihatda texmo ilgarilab harakatga o'tadi ekan. Xitoy Washingtonning kishilik huquq haqidagi ayblashlariga Amerikadagi kishilik huquqqa doir 28 sifatlik doklad bilan javob qaytardi. Washingtonning Beijingni ayblaganlik uchun o'ch elish xarakterida e'lon qilingan bu doklad Xitoy Davlat ishlari mahkamasi uchur ishxonasi tomonidan tayyorlangan. Bu organ Amerikaning 2020 yilda o'zining masalasiga duch kelganligini ta'kidlab, yuqum kontrolligining yo'qolishi, fuqarolarning noroziligi, milliy ziddiyat va ijtimoiy bo'linishni misol qilgan. Dokladda 6 yanvar parlamentning ishg'oliyati va qurol zo'ravonligiga diqqat qilingan. Beijing hukumati har yili mushuningga o'xshash doklad bilan Amerikaning Sharqi Turkiston, Tibet va Hong Kong siyosatini tanqid qilishiga qarata o'ch oladi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Belgiyaning poytaxti Brüsselda o'tkazilgan Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti tashqi ishlar ministrlari yig'inida qilgan so'zida Amerika prezidenti Joe Bidenning ittifoqqa tutgan pozitsiyasi haqida to'xtaldi. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining iqtisodiy, texnika va ideya sohasidagi tahdidga taqobil turish iqtidorini kengaytirishi kerakligini aqlagan Blinken, bozor va texnika sohasidagi xalqaro boyliqlarga erisha oladigan Xitoy bilan Rossiyaning bu boyliqlarni Amerika bilan ittifoqdoshlari orasida qalaymaqonchilik keltirib chiqaradigan usulda ishlatadiganligini aytdi. So'zida Xitoy bilan bo'lgan raqobat haqida to'xtalgan Blinken, Amerika ittifoqdoshlarini Xitoy bilan Amerikadan birini tanlashga zo'rlamaydi. Shak shubhisizki, Xitoy xalqaro sistema qoidasi va ittifoqdoshlarimiz bilan o'rtaq qimmat qarshimizga buzg'unchilik qilib, kollektiv bexatarligimiz va boyligimizga zolimlik bilan tahdid solyapti. Ammo bu deganlik bu davlatlar Xitoy bilan hamkorlasha olmaydi deganlik emas.
Amerika Aksiya Savdo Komitetining bayonotida Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump 2020 yili 12 oyda imzolagan va Xitoy shirkatlarini Amerika pay bozoridan chiqarib etish fursati bilan ta'minlaydigan chet el shirkatlarining javobgarlik qonunining ijro qilinishiga boshlanganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bu qonun chet el shirkatlarining Amerika buxgalterlik nazoratchilik organining uda 3 yil iqtisodiy taftishligiga amal qilmasa, Amerika birjasida bozorga selinishining oldini oladi. Xitoy shirkatlarini nishon qiladiganligi o'tirg'a qo'yilgan bu qonunning Alibaba, Baidu, Pinduoduo va Xitoy nefti qatorliq shirkatlarga ta'sir ko'rsatadiganligi ko'rsatildi. Bundan boshqa bu qonun ommaviy shirkatlardan ularning chet el hukumatining kontrolligida yoki emasligini oshkorlashni talab qiladi.